Dilga eltar yo'llar mening yo'limdir. Dardi bor har ko'ngil mening ko'nglimdir. Mushtipar har ayol onamga o'xshar. Ko'ngli yarim har qiz mening singlimdir. Kim she'ri? Senchi bersang keyin aytaman. Mana senchi. Rahmat. Qara Xulka, ustoz shoirimiz O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidni G'afur G'ulom nashriyotidan Yarim asr devoni nomli yangi kitob chop etildi. Anchayin kattagina kitob bo'pti. Bo'lmasam-chi, hali ham bu shoirning xirmonidan bir hovuch xolos. Nargiz opa, kitob haqidagi asosiy ma'lumotlar uni taqrizida beriladi deyishadi, rostmi? Rost. Bu yerda ham bor, qani o'qib ko'rgin. O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidning Yarim asr devoni birinchidan vatan va xalq oldida yarim asrlik ijodining o'ziga xos hisoboti. Ikkinchidan adabiyot va ma'rifat ahliga munosib nazmiy tuhfa deyilsa mubolag'a bo'lmas. Bu kitobga 1974-yildan to bugungi kunga qadar shoirning eng sara ijodiy ishlari jamlangan. Unday bo'lsa, adabiyot ixlosmandlariga adabiyotimizning yana bir yangi devoni muborak bo'lsin.